Parallel narxini ko'pchilik so'raysizlar. Narxi necha pul? Mana shu videoda oxirigacha ko'rsanglar, hammasi narx-navosi bilan hamma nima mashinaga borligini ko'rsatib beraman. Usta haqqalarini narxigacha kerak bo'lsa, hammasini aytib beraman sizlarga. Matiz mashinasinikiga suyanadigan, o'tiradigani 140 ming so'm o'tiradigan, 140 ming so'm suyanadigan. Bu GM zavod originali, sex emas. Nexus 2 o'tiradigani, suyanadigan, o'tiradigan 140 ming, 140 ming so'mdan. Cobalt suyanadigan 140 ming, Lacetti suyanadigan 140 ming, o'tiradigan Cobalt 140 ming so'mdan. Hammasi 140 mingdan. Nexus 3 140 ming so'mdan. Nexus 3 o'tiradigani, Lacetti o'tiradigani, Spark suyanadigan, o'tiradigani, işte hammasi ko'rib turganinglar 140 ming so'mdan. Donasi, ustanovka xizmatlari ham so'raysizlar. Ustanovka xizmati. Bitta dona mana shu paralonni, любой Lacetti, Cobalt, Matiz, Spark mashinalarini hammasini yetib chiqqanlarimni bitta donasini o'tiradiganini almashtirib berishimiz, ustamizning zapchastlari bilan birgalikda mehnat narxi 80 ming so'm. Mana shu paralon bitta dona suyanadiganini almashtirishimiz kerak 80 ming so'm. Bu ham mana shu bitta suyanadigan, bitta o'tiradigani 160 ming so'mga sizlarga aylanadi mana shu bittasi. Orqasini so'rashingiz mumkin. Orqa sidinasini o'tiradigani yomon bo'lib ketgan. Bir ko'lni zakaz qilsangiz, skladdan olib keltirib qo'yamiz.